Qadimda kibrli savdogar bor edi. U juda boy, mol dunyosi ko'p, uylari, do'konlari bisyor edi. Ammo u qalbida bir bo'shliqni his qilar, lekin buni mol bilan to'ldirishga harakat qilardi. Kunlardan bir kun u bozordan qaytayotganida yo'l yoqasida o'tirgan bir qariyani ko'rib qoldi. Qariyaning kiyimi eski, lekin yuzida ajib bir xotirjamlik bor edi. Savdogar kibr bilan unga qarab, "Senda hech narsa yo'q, lekin nega buncha xotirjamsan?" deb so'radi. Qariya jilmayib javob berdi. "Men o'zimda yo'q narsalarni emas, bor narsalarni ko'raman. Sen esa borini emas, yo'g'ini o'ylaysan." Bu gap savdogarni o'ylantirib qo'ydi. U yana so'radi. "Mening molim ko'p. Shu bilan baxt topaman deb o'ylardim. Nega qalbim to'lmayapti?" Qariya yerdan bir hovuch tuproq oldi va dedi: "Bu tuproqni ko'ryapsanmi? Bir kuni sen ham shu bo'lasan. Dunyo faqat yo'l. Biz esa yo'lovchimiz." Shu paytdan boshlab savdogar o'zgardi. U molini kambag'allarga berdi. O'z xalqiga mehr ko'rsatdi. Qalbida avval bo'lmagan xotirjamlik paydo bo'ldi.